Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Inshaalloh mana bugun 24 mi? 24-mart karlik baranchalarimiz asakalik ukamizni ketyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa bu safargisini ham baraka qildik. Inshaalloh keyingi partiyalarni ham kelib olib ketamiz. Uni ham gaplashildi. Xudo xolasa mana sizlarga ham tavsiya qilamiz. Karlik baranlar zo'r, quloqlari hamma yo'qlari zo'r. Nomerlar qoldirib qo'yamiz opisiyalarida. Xudo Telefon xohlasa. qilib, baraka qilib kelib olib ketaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Nodir aka o'zlari shu yerda. Bu ukamiz o'tgan safar ko'rgan bo'lsalaring, videosini olganmiz. Xikolam olib ketadi, ko'p oladi xikolni mendan. Mana xudo xohlasa endi karlik baranlarini ham oldi. Mana yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda xikol xuyollarimiz bor. Bulardan ham 2 para biron qilgan ukamiz, xudo xohlasa. Ozgina bor endi. Sal yemi kirib olgandan keyin buni chiqarib beramiz. Hozircha shu hozir bir para karlik baranlarimizni olib ketyapti. Yaxshi kunlarga boqing uka, baraka toping ilohim. Nomerlar qoldirib qo'yamiz opsiyada. Telefon qilib bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Xudo xohlasa. Obunachilar like bosib, Obunachilar har doimgi like bosib, kommentlarda bomba qilib, aktivni ko'rsataverasizlar. rahmat uka. Yaxshi kunlarga boqinglar uka, ilohim. Solaveramiz sekin. Xudo xohlasa go'zal holatda xuyollarimiz. Alloh barakasini bersin. Rahmat katta. Yaxshi kunlarga boqing uka, ilohim. Sog' bo'linglar.